Bunisi 17 ga 35 dumaloq teshikligi. Bu Surxondaryoga Ahadjon akaga ketyapti. Do'stlariga zakaz qilib berishgan ekanlar. Bizdan oldin stanoga olishgan, endi do'stlariga ham berishyapti ekan. Endi mana buni ham hozir quyib ko'rsatib beramiz. 17 ga 37 turbocha teshik tayyor. Endi bunisini ishlatib ko'rsatamiz. Mana azlar 17 ga 35 numaralı teshiklar ham chiroyli chiqdi. Xudo xolasa kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar, hammaga yetkazib beraveramiz. Tayyorlagan rastvorimiz uvol bo'lmasin, yana bitta chiqarib yuboramiz. Bittasi vaqt yuboramiz-da, yara yetmay qolsa. Rastvorimiz yetmay qoldi. Endi 3 ta g'ishtni buzib boshqatdan quyapmiz. O'ta kuchli yuguraman, oyog'im tagigacha zirillatib yuboryapti. Gitmedi ya, bize tutsana. Oturtlar, Mana ishlarimiz yana o'ta chiroyli chiqdi. Ko'rim degani bo'lmadi. Kimga shunaqa stanovlar kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar, xudo xolasa yetkazib beraveramiz. Telefonimizcha qotishlarni amalga oshiryapti, tushunmay qoldim. Ko'rganda ko'rishguncha, kimga shunaqa stanovlar, mana mishalkasi bilan yoki bez mishalka yoki mana suxoy smes stanovlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Hammaning ishlariga omad, ko'rganda ko'rishguncha. Sardor aka